Assalomu alaykum. Aziz muxlislar, yana sizlar bilan diydorlashganimizdan xursandmiz. Ilomiz sog' bo'linglar. Go'zal yurtimizni ko'z yummasin. Yaxshi kayfiyat hech qachon sizni tark etmasin. Bugun ham ko'rsatuvimizni boshlayapmiz. O'rnashib o'tirib oling. Bizning niyatimiz kayfiyatingizni ko'tarish. Kayfiyat zo'r bo'lsa, sog'lik ham zo'r bo'ladi. Ishlarimiz zo'r bo'ladi-da. Biz boshladik. Ve ayollarga ham hayron qolasizlar. Qarang, bir ayolding militsiyaga borganmish-da. Militsiya borib arz qilyaptimish. O'rta militsiya iltimos, shu meni yerim yo'q. Qanchadan beri yo'q? Iltimos, yerim topib beringlar dedi. Yo, qanchadan beri yo'q? Bilasizmi? 20 kundan beri yo'q dedi. Yo. Ha, 20 kundan beri yeringiz yo'q bo'lsa, shu vaqtgacha nimaga biz indamadingiz dedi. Bilasizmi? Bugun olay degan kun edi-da, deyamiz. Ilohim qizlarimizdan bor bo'lsin-da. Qizlarimizning hammasi baxtli bo'lsin. Dan ko'nglagi kelmasin qizlar. Ve qizlarda bir g'alati odati bor-da. Shu voy degan gapni ko'p ishlatishadi-da. Bir qizing har ikkita gaplar orasida voy degan so'zni ishlatar ekan. Voy, domla kelmabdi-yu. Voy, ro'shkan demayaptir. Voy, unaqa qilib turing, voy, bunaqa qilib tur deyver ekanda. O'sha voyga o'rganib qopti. Kim bir kun uyga borib, voy aya, ovqat pishdimi? Voy, menga palonda qilib so'rashib berasizmi? Voy, palonchi to'yga boramizmi? Diyorsa ayasini jahli chiqib, qanaqa qilsan sen, ey? Hey, qiz bolaga hali voylash yarashmaydi. Agar yana bir marta voylasang, yerga berib yuboraman. Sahli qiz voy deyapti. Bir odamning bir g'alati peli bor ekanda. Ishxonasida gap eshitsa, so'kishsa, sekin cho'ntagini ko'lab, cho'ntagidan bunday xotin rasmini chiqarib tomosha qilib turib, yana o'ziga olaverar ekanda. Uni bittasi ko'rib qopti. Do'stim, sen nima qilyapsan? Shu gap eshitsang, nuqul xotin rasmini ko'rib turib, o'zing kelib olasan-a, deb bilasanmi? Shu xotin rasmini qarayman-da. Ha, 7 yildan beri xotinga chidagan bu gap nima bo'pti? Deymanda deyamiz. Qarang, bir kuni bitta odamning, bitta ovchi katta ayiqni ovlab zo'r ko'tarib kelyapmish-da. Tog'ingiz ko'rib qolib, "Ha, do'stim, buni qanaqa qilyapting? Juda qiziq oldi, debdi. Qanaqa qiziq oldi? Nima oldi? Tushuntirib ber." Bilasanmi, 3 dona o'qim bor edi. Ro'pardan ayiq chiqib qoldi. Otuvdim, tegmadi. Ikkinchisi otuvdim, u ham tegmadi. Uchinchi o'qni rasm mo'ljallab otuvdim, u ham tegmadi. Ya, ammo o'zi qanaqa bo'ldi deysiz? Haligi ayiq, men ayiqni otolmagan